Duplikatlarni tozalash. Duplikatlarni o'qib olaylik. 200, 300, 500 shunday. Duplikatlarni ko'rish uchun o'zi duplicated degan nimasi bor, kalit so'zi bor. O'shani hozir ko'ramiz. Duplicated print mana false bular o'xshamaydi, qolganda o'xshaydi. Buni qandaydir o'zgaruvchiga o'zlashtirib hammasini ko'rsatib mana boshidagi 14 tasi o'xshamaydi, oralarida shunday o'xshamaydiganlari false. Bir-biriga tenglari true. Mana shular hammasini bitta o'zi 10 tagacha yozib true kopirasiya tashlaganman. Boshidagi 14 tasi umuman o'xshamas ekan bir-biriga. O'shalarni ustuni bilan o'chirib tashlash, satri bilan o'chirib tashlash. Bir xil satri bir xillarni mana data frame ochadigan bo'lsak, mana nazar misol uchun nishon 50, 75, 170 bo'ladigan bo'lsa, mana bu yerda yana kelgan. Hozir nishon 50, 75, 170 takrorlanadigan keyin shuning uchun true ko'p bizda. Bilan drop ena orqali yo'q qilib duplikatlarni yo'q qilish mumkin. Buning uchun drop duplicate emas s komandasi orqali nimalarni yo'q qilib yuborish mumkin. Duplikatlarni ana shunda keyin nimaga input true qo'ymadik. Shuning uchun nima qildi? Mana duplikatlarni yo'q qilib, mana shular bir-biriga o'xshamagan qiymatlarni qoldirdi data frame'imizda. Mana shunday qilib siz ham duplikatlarni yo'qotishingiz mumkin. Satrlar bir-biriga bir xil bo'lsa, o'shalar yo'q ketadi. Drop duplicates degan komanda orqali